Dababkasi, qo'shandasi, to'yonasi, bonusi, chevara, ivarasiya. Assalomu alaykum. Jizzaxlik aka, ukalarimiz, opa singillarimiz, xudo xolasa, biz mana Samarqandni Pirvalidan o'tib Jizzaxga to'xtadik. Xudo xolasa, Jizzaxning barcha tumanlariga, o'rtoqlar, barcha tumanlariga, xudo xolasa, G'olibjon degan akamiz, Jizzaxlik akamiz Baxmalga tog'ni uchigacha chiqib boraman. Agarda sinishkani iltimos qilib so'rashsa, sinishga kerak. Shu akamiz sinishkasi degan har bir insonni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz dedi. Mana shu sinishkamizning sifati, ta'miga 100% kafolat beramiz. Jizzaxlik aka-ukalarimiz, xudo xolasa, sizlarga ishonamiz. Hurmatkasizlar, yurakkasizlar. Doim sizlar bilanman. Oddiy bir sinishkachi yigitni yolg'iz qoldirmaysizlar degan umiddaman. Prosta tak sinishgan maqtadimmi, ta'miga javob beramiz, o'rtoqlar. Prosta taksilar, magazinlar, optim bilan shug'ullanuvchi barchalaring shu G'olib akamizga bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa, akamiz yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Kilosiga, pachkasiga 1000 so'm qo'yaman, bo'ldi, qolgani kerak emas. Bizga oborotimiz tez aylansa bo'ldi degan. Akamiz va'da bergan, xudo xolasa, narxi qimmat bo'lishi mumkin deb xayollarni keltirmanglar. Bir dona so'ranglar-da, javobini aytinglar. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik, sog' bo'linglar.